2026-yilda fevral oyi do'stlar ancha muncha yillarda kuzatilmaydigan yillardan biri bo'lyapti. Nimaga bunaqa deyapsan desalaring do'stlar, fevral oyi ham umra ziyoratiga borsalaring bo'ladi, ham Ramazon oyini do'stlar 14 kunlik ro'zasini shu ulug' joylarda tutsalaring bo'ladi. Do'stlar, Xudo xohlasa inshaalloh videomizni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring, yanvarda oxiri, fevral oyi, Ramazon oyi do'stlar, bundan tashqari paketlar, sharoitlar qanaqa bo'lyapti? Eng zo'r tarafi narx-navolar Xudo xohlasa juda do'stlar qulay holatda. Chunki men to'g'risini aytaman do'stlar, Ramazon oyida bunaqa narxdan paketlar oldin chiqmagan. Hozirgi kunda lekin Ramazon oyiga ham do'stlar, fevral, yanvar oylariga ham Xudo xohlasa juda arzon narxda, Xudo xohlasa 14 kun umra ibodatini qilib kelsangiz bo'ladi. Videomizni oxirigacha tomosha qilib bir dona like bosib qo'ysalaring, biz sizlarga to'liq ma'lumot berishda do'stlar charchamaymiz. Xo'p, Ulug'bek akam bilan to'liq ma'lumot beramiz. Birinchi bo'lib narx-navosidan boshlaymiz. Ulug'bek aka fevralda boraman desa ham Ramazon oyini 14 kunligini shu joyda ro'za tutib turib ibodat qilib kelaman deydigan bo'lsa ham $1000, ya'ni $999 dan qilib berasiz aka. $999 fevralda oxirigacha qilib beramiz. Fevralda oxirigacha qilib beriladi. Gap yo'q, zo'r. Bu aka $1000lik paket. Sharoit qanaqa bo'ladi, qulayligi qanaqa bo'ladi aka? Aka borishgandan keyin qanaqa gastitsada turishadi, masofasi qanaqa, yeb ichishlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, qisqacha to'liqroq ma'lumot beraman. Xo'p, 3 kechdan boshlab, xo'p, bizda Olsa viloyati bo'yicha primoy reyslarimiz bor. Samarqanddan, Termizdan, Toshkentdan, Farg'ona, Andijon, Namangandan primoy bordi keldi bo'ladi va standart paketimiz 14 kunlik bo'ladi. 14 kunlik Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz, Makka Mukarramada 11 kecha o'rinadi. Bizda faqat bordi keldi bilet olinadi. O'shaning uchun 14 kunlikda aytyapti Xudo xolasa. Xo'p, Olsa viloyati bo'yicha primoy reyslarimiz bordi keldi. Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz, Makka Mukarramada 11 kecha o'rinadi. Madina Munavvarada mehmonxonamiz 200 metr oraliqda joylashgan Andalus mehmonxonasi Bax qabrosining oldida joylashgan bo'ladi. Erta 2 mahal o'zbek milliy taomlari beradi. Makka Mukarramada Rozgarden mehmonxonamiz 1,5-2 kilometr joylashgan. Piyoda kirib chiqaman desa 10 daqiqalik, avtobusda 5 daqiqada joylashgan. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Xo'p, keyin ko'pchilik so'rov beradi. 50 boshlarimiz qanaqa bo'ladi? 50 boshlarimizga o'tgan yil borganda 50 boshimiz umramiz qildirib bergan xolos, keyin shu umra yo'q bo'lib qolgan. Ashuna savollarga bizda har bitta reysimizda Xudo xolasa 50 boshlarimiz billa borib, billa kelishadi. Deyarli 90-95% jo'natayotgan gruppamizda qolganida erta kutib olishadi 5-10% ulgurmay qolishgan paytda. Xo'p, erta 50 boshlarimizda malakasiga kelib chiqadigan bo'lsa, kamida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega. Keyin 50 boshlarimiz xizmati nimadan iborat desa, 50 boshlarimiz umralarini, ziyoratlarini, sayohatlarini, qo'shimcha umra badallarini bo'lsa qildirib berib, o'ta 14 kun davomida xizmatlaringda bo'lishadi. Aytib o'tganimizdek 11 dan oshiq ziyoratlarimiz, qo'shimcha sayohatlarimizda Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojiyev masjidlari kechki ovqat pikniklari, xurmo bog'larida oshlar tashkillashtirib berilgan bo'ladi. Yana ko'pchilik savol berishadi Qur'on zavodimiz. Qur'on zavodimizda haftada 3 kun dam kuni bo'ladi, 4 kun ish kuni bo'ladi. Xudo xolasa ish kuniga to'g'ri kelsa 100% olib kirib chiqiladi. Keyin hammaning niyati Madina Munavvaraga borganda payg'ambarimiz ravzalariga kirib 2 rakat namoz o'qish bo'ladi. Shunda ko'pchilik aytadi, o'tgan borganimizda bizga kirmaganmiz, nasib qilmagan, qilib beramiz deb va'da qilib berishmagan deyishadi. Bizda Xudo xohlasa shu kungacha jo'natgan odamlarimizni deyarli 100% olib kirib chiqdik, ravzalariga kirib chiqishib, 2 rakatdan namozlar o'qib chiqishdi. Ayollarda vaqti alohida, erkaklar alohida vaqti bo'ladi. Navbat olib kirib chiqildi. Xudo xolasa bundan keyin ham harakat qilib olib kirib chiqamiz Xudo xolasa. Xo'p, Makka Mukarramada Madina Munavvarada ibodatlarni tugatib olishgandan keyin, Makka Mukarramaga yo'l olishgandan keyin, erta 14 kun davomida endi bari yoshi katta odamlarimiz ko'p bo'ladi, jo'natiladi. O'sha hisobiga doktor xizmatlarimizni ham tashkillashtirib berganmiz. Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham 24 soat hamshira doktorlarimiz bor. Birinchi yordamni ko'rsatishadi. Lekin o'zimdan yana tavsiya qilib qolamanki, pastiyani ichib yuradigan dorilarimiz, yosh katta odamlarimizga olib ketadigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol dori-darmonlarni olib ketishi mumkin. Bagajga solib, o'zlari ichib yuradigan, iste'mol qiladigan, undan tashqari grippga, yo'talga, har xil shavolanishlarga qarshi olsalarning ham foyda, ziyoni yo'q, iloyim ishlamasin ham. Undan tashqari aravacha xizmatlarimiz so'rashlar, aravacha xizmatlarimizni tashkillashtirib bergan 24 soat aravacha xizmatlarimiz bor. Aravachadan foydalanishlari mumkin, ora-orada keladigan bo'lsa, lekin pastiyanli aravachada yuradigan, yoshi katta keksa ota-onamiz olib ketayotgan bo'lsak,
o'zlaring bilan aravachalarni olinglar, o'zim tavsiya qilaman. Erta mehmonxonada aravacha kutib olib, vaqtlarini o'tkazib, mehmonxonada umrlarini o'tkazib bermaysizlar. Qolgan paytda 24 soat haramga chiqib kelishlari mumkin bo'ladi. Unga bagajga kiloga urmaydi, bagajimiz kilosiga umuman ta'sir qilmaydi. 20 kilo bagaj 5 kilo ruchnoy bo'ladi. Bemalol olib kelib kelishlari mumkin. To'g'ri. Aka, endi Ramazon oyini sharoiti haqida ham bitta ma'lumot berib ketsangiz, chunki aka hozir $1000 dan deyilyapti. $1000 dan Ramazon oyida, misol 2025-yilda ham, 24-yilda ham bunaqa arzon narx bo'lmagan, to'g'risi. Narx arzonlaganga yarasha sharoitlar o'tachalashib ketmaydi, aka. Yo'q, bizda Centrum Holdesdan kompaniyasidan o'zimiz aksiya qilib Ramazonda birinchi 10 kunligi, ya'ni fevralda oxirigacha narxdan oladi, o'sha $1000 dan qilib berilgan. Borib kelaman deb bo'lganlar uchun bemalol borish mumkin. Mana shu aytib o'tgan sharoitlarim ham bir xil bo'ladi. Faqat nimasi o'zgarishi mumkin? Xo'p, firma tomonidan, shirkat tomonidan, bizda firma emas, ya'ni Saudiya Arabistonning firmasi, shirkat tomonidan, Saudiya tomonidan ziyoratlarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Ziyoratlarda, sayohatlarga chiqilmasligi mumkin, faqat haramda ibodat qilib kelishi, o'sha anaqa qilishi mumkin. Keyin Ramazon oyida saharli iftorlik bo'ladi. O'shani hisobiga bu bo'lishi mumkin. Shu narsa o'zgarishi mumkin, qolgan narsalar Xudo xolasa o'zgarmaydi. Odam ko'pligini hisobiga shirkat qaysidir ziyoratlariga nima endi avtobus to'g'risi ajratilmaydi. Bu tabiiy holat, chunki do'stlar odam nihoyatda ko'p bo'ladi, chunki hammaning niyati Ramazon oyida do'stlar umra ziyoratiga borish. Buni nimaga desalaring do'stlar, payg'ambarimiz aytganlar, kimda-kim Ramazon oyida umra ziyoratiga boradigan bo'lsa, haj savobi bilan teng bo'ladi, qilgan umrasini savobi deganlar. O'shuning uchun juda ko'p odam Ramazon oyida talpinadi ibodat qilishga. Undan tashqari umra qilinadigan odam xudo xolasa faqirlik ko'rmaydi deyilgan. Inshaalloh do'stlar bemalol qulay sharoitlarda borib kelsalaring bo'ladi. Beriladigan narsalar mana oldilarda turibdi, sumka, beji, kamzul, undan tashqari qaytib kelganda 5 litr har doim beriladi. Malakali 50 boshlar, qulay sharoitlar. Xo'p, yana do'stlar, Primoy reyslardan 6 ta viloyatdan aytib o'tdilar. Endi kelib o'zlari bilan ko'rib gaplashamiz deydigan bo'lsalaring, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holidesda bosh ofisidan video qilyapmiz do'stlar. Keladigan bo'lsalaring, yana ham to'liq ma'lumot berishaveradi. Yo'q, men Rossiyadaman yoki boshqa chet davlatdaman, ota-onamga surpriz qilmoqchiman deydigan bo'lsalaring, video pastdagi nomerda Telegram, WhatsApplari bor. Internet orqali bog'lanadigan bo'lsalaring, do'stlar, через onlayn shartnoma ham tuzishadi. Shartnoma bo'ladi, dogovorni do'stlar, xudo xolasa chiroyli holatda ishlaringni bitkazib berishadi. Videoga like bosib, kommentariyaga do'stlar omad deb yozib ketishlarini xohlab qolardik. Ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'lasizlar inshaalloh. Sizga manfaatli video bo'lgan bo'lsa, do'stlar, o'z izohingizni qoldiring. Keyingi videolarda do'stlar ko'rishguncha omon bo'linglar deb qo'yamiz. Podpiska bosib qo'yadigan bo'lsalaring, do'stlar, yangidan yangi ma'lumotlar, undan tashqari do'stlar narx-navolar haqida tanishib borasizlar. Biz ham sizlarga do'stlar ma'lumot berganimizdan juda xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar.